Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. YouTube ishqibozlari. To'raqo'rg'ondagi obyektimiz bitta. Ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Choklariga, boshqalariga pastdan hech obzor qilmagan ekanmiz. Pastdan ko'rinishini ko'rsatamiz sizlarga. Mana choklariga alohida e'tibor beringlar. Tunkafanimiz ham tiyaga bo'lib chiqqan. Ideal bo'lib. Tomni turishini ko'ring, okalar yaltirab. Boshqacha tunkadan bo'lgan bu ham. Mana cherpitsalarimizga e'tibor berasizlar okalar. Har doimgidek shuruplari zinasidan qotgan. Kanyolan turishiga e'tibor bering. Mana pastdan chiqqan kanyo tevaga yonga ham yurgan, yarim kanyo bo'lib. Ko'pchilik shunaqa stillar qilmaydi. Mana shunaqa qilib kimga qildirsani ham shunaqa yonga ham yurg'izsani ideal bo'ladi. Mana pastdan chiqqan kanyoga ulangan chiroyli ko'rinadi. Hammasi shunaqa. Mana yonlardan ko'ring okalar. Mana. Sifatini ko'ringlar. Mana latolan choklari, tepa latolan choklari pastdan chiqqan kanyo tevaga ulanib ketishi. Kirpitsalarimiz shurup ortiqcha yo'q. Choklardan pastdan umuman ko'rinmaydi. Mana izbushkamiz mana. Latolan choklarga alohida e'tibor beringlar. Tunkafanimizni pastidagilarni ko'ring okalar. Tomni ichidan tepasidan obzor qilib ko'rsatamiz okalar. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib, kommentariy ham yozib ketishingni so'raymiz okalar. Bolalar ishlab turishibdi. Bugun finish 18 kun yo 19 kun atrofida bitirdi o'bayi. Tomni orqa tomonlarini ko'rinishini ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, tomni orqa tomonidan ko'rinishi orqalargacha bir xil qilib berganmiz. Shu yerga tunkamiz kelibdi, yetmay qoldi. Aytib o'rganmiz, bu yerlarni ham bitirib beramiz. Ko'ringlar, ko'rinmaydi hamma yog'i. Nima qilib tashlamaganmiz. Mana shu holatda hammasi bitchalari. Mana ko'pchilik ustakalarimiz tevasiga kanyo qo'yishmaydi. Mana kanyo qo'yilgan joyini ko'ringlar okalar. Tugashini yopib qo'yganmiz biz. Mana. Shunaqani qo'ydiringlar. Ishingni juda chiroyli ko'rinadi. Ko'pchilik ustakalarimiz qo'yishmaydi. Mana pastdan chiqqan kanyoga ham ulanib ideal ko'rinadi. Mana tunkafonlarni ko'ringlar, mana ideal bo'lgan tunkafonlari. Burchak kelishlari, to'rt tomonga konvert qilib berganmiz okalar. Xo'p, ko'pchilik bizning mijozlarimiz tomni ichiga chiqadigan xot qilib bering deyshadi. Tomdan figura qilib chiqarsa xunuk bo'lib qoladi, tomni orqa tomoni bo'lsa ham. Shuning uchun mana parafet uritganda parafetni tomga qaydan chiqadigan bo'lsangiz, shu joyini uddirma 80 sm shu yerdan chiqilaveradi. 1 metr, 1,5 metr joy bo'ladi tepagacha. Ko'ringlar mana kanyolarni. Kanyo ulanib ketadi bag'riga. Ko'cha tomonlardan ham ko'rsatamiz hozir. Tomimiz ko'cha tomondan ko'rinishi. Ko'chaga ham bitta bunaqa figura qilib berganmiz. Ko'cha tomondan ko'rinishini ham ko'ringlar. Bunaqa karnizlar hech kim qilmagan, o'zimiz yangilik qilib qildik. Ideal bo'lgan. Tunkalan turishini qarang. Hamma shurupi bir joydan hisob kitob bilan lab taxtasini shunga qarab qoqqanmiz. Ideal bo'lgan. Hop, latolar toshgan lato bo'lgan.
Mikrofonlarga o'rnatarmiz deyiladi, o'rnatarmiz bo'lgan. Mana. Uzoqdan ko'rinishi. Ko'pchilik bu oq figuramizni rangi bilan bir xil qilib bering deyishadi. Rangi bilan bir xil qildirmani, oq ajratingni ideal bo'ladi o'shanda. Kechqurun qorong'ida ham bu o'ta ajoyib turadi. Oq ajrab tursa. Ideal bo'lib yonib turadi oq. Ishimiz va yo'ldan ko'rinishi hamma tomondan bir xilda ideal bo'lib chiqqan. Bu yon tomoni. Tomni ichlardan ham obzor qilib o'tamiz hozir sizlarga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib o'tib ketasizlar. Bitta skromniy high-tech fasonda chiqqan. Okala tomni tevasidan ko'rinishi, bitta ko'ringlar. Narigi tomni tevasi, bu tomni tevasi. Mana qor to'sarlari, qor yaxshi ushlaydi. Shuruplar har doimgidek liniyada. Oldi ko'rinishlari. Qor to'sqichlari. Laton tasmalarini ko'ringlar ukalar. Tamam, o'ta ideal chiqqan, xudo xolasa. Uy egalari ham kelaman dedilar, kech qoldilar. Ular bilan endi intervyu olamiz. Ideal bo'lgan tomon. Tom ichini olaman desam qorong'u bo'lib qolibdi. Tom ichini ololmadim.